sizlarni davlatlaringga aralashishga, siyosatlaringga aralashishga haqqi yo'qmi? Dining masjidda qil bor deydi, bu yerda aralashma siyosatga dinni aralashtirma deydi. Qanaqa taqsim bu? Qanaqa taqsim? Sen yaratganmisan? Alloh yaratganmi? Hozirga to'g'ri kelmaydi yoki masjidga to'g'ri keladida tashqariga to'g'ri kelmaydimi? Bu qanaqangi taqsim bu? Qanaqangi taqsim bu? Davlatga bo'ysunmagan odam jinoyatchi, Allohga bo'ysunmagan, har xil fikrlar bildirgan odam esa siyosatchi. Bu qanaqa taqsim bu? Davlat himoyasida o'lgan odam mardona qahramon, Allohning dini himoyasida o'lgan odam vatangado xoinmi yoki terroristmi endi? Qanaqa taqsim? Sizlar Allohga iymon keltirganmisizlar? Allohga sig'inasizlarmi yoki vatangami? Ha, qariganingdan keyin qilasan shu ibodatni deydi. Siydigingni ushlolmaydigan bo'lib qolganingdami? Allohga kerakmi keyin shunaqangi ibodating sen?